Mana dengiz o'rniga Orol dengizining o'rni. Mana shu biz yurib turgan joylar suv bo'lgan dengiz o'rnilar. Mana kemalar. Kemalar qabristonidir ekan bitta. Har xil kemalar chirayotibdi shu izchil kemalar. Mana bisalar rasmga olyapti. Kemalarda dalas yotibdi. Dengiz o'rni. Mana joylar dengiz o'rni mana. Sovet davridagi kemalar mana. Bu kemalar vaqt kelganda dunyoni qaysidir bir burchagiga borganda katta kemalar, karabil kemalar. Hozir endi unda bunaqa qumloq, bunaqa saksa mumkin bu narsalar yozibdi. Odamlar bunaqa qilib rasmlar chizib judayam bir ahvoli teng holatga kelgan joy.